Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlari hamda YouTube ishqibozlari va sigir ishqibozlari. Xo'p, do'stlar, bugun haftaning birinchi kuni dushanba 19-yanvar 2026-yil. Biz bugun Andijon viloyati, Andijon tumani, mahalla nomi nima edi aka? Yangi To'lqin mahalla. Yangi To'lqin mahallasiga kelganmiz. Bu joydan sizlarga, xudo xolasa sizlarga mana shunday dehqon xonadonidan sotiladigan ena bola sigir chiqib qoldi do'stlar. Dehqonchilik, toza akamiz dehqon ekan, shuni sotmoqchi bo'lgan ekan. Xo'p, shuni chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Xo'p, buni ma'lumotlarini Muzaffar akamdan olamiz. Mana Muzaffar akam xonadonidamiz. Assalomu alaykum obunachilarga. Aka, charchamayapsizmi? Xo'p, bo'lyaptimi ishlar? Rahmat. Xo'p, aka, endi bir qator ma'lumotlarni beraveramiz. Bo'yi nechiga beramiz aka buni? Bo'ylari qanaqa? Bo'yi 1.20. Bo'yi 1.20. O'zimizda dikonchilik ehtiyoj uchun sotilyapti. Sutiga kelsak, 10 litr sutga beraveramiz. Bolasi 40 kun atrofida. Bolasini 40 chiqqan lekin, ha? 40 chiqqan, mana bolalarni ham ko'rishlari mumkin. Xo'p, tashqariga olib chiqqanim uchun, enasini hurkiyapti. Sababi mana shu tomonda mana navesi bor ekan. O'sha navesda yotar ekan. Xo'p, mana bolasini ko'ringlar do'stlar, mana sifatlarini ko'ringlar. Hop, endi oshchalik ko'tarib boshqa qilmadi mana. Oyoq qo'llari, orqalari keng, xunojin, xudo xolasa sigir qiladigan. Hop, beganadan nima bo'lar ekan? Aka, o'z bir sekin yurib ko'rsatib qo'ying aka, mana beganadan hurkiyapti do'stlar. Molimiz yuvosh. Hop, 5 tushov sag'diradi deyapti. Sekin oldiga borib aka ko'rsatib qo'yarasiz. Mana do'stlar, videoni uzganimiz yo'qmiz. Hop, bolasi mana ko'rishlari mumkin. Erkak kishiga mana shunday anaqa qilyapti. To'rovi ham ishlaydi, tek turadi. 5 tushov aka? 5 tushov. 5 tushov sigir. To'rovi ham ishlaydi. Yelinlari sog'lom, mastit kasallik unaqalar bo'lmagan aka? Ha, yo'q, hech qanaqa nuqsoni yo'q. Nechinchi qoringa aka bu? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi bolasi mana do'stlar, xunojin ekan. Qancha bo'ladi buni olganingizga aka? Buni o'tgan yil 2025-yilda olganmiz. Endi ehtiyoj uchun sotilyapti. Xunojinlikda olganmisiz, bolasi bilan kelganmi? Yo'q, tugmaganida olganmiz. Bo'g'ozligida olganmiz. Bo'g'ozligida olgansiz, ha? Xo'p, mana bo'ylarini akamiz o'lchadi. 1.22 atrofida, 1.23 atrofida chiqyapti. 1.20 plyusga olib olasizlar do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa, sag'ib ko'rsatib beraveramiz. Kelsa. Xo'p, endi nima desa bo'ladi? Bolasini men o'zim ko'rdim, mana shu bolasi do'stlar, boylanmaydi ekan. Xo'p, boylanmaydi ekan, shuni hisobiga emib yurar ekan, ertalabda sag'ar ekan. Qancha sutga beramiz aka? 10 litr sutga beraveramiz. Bolasi emgandan tashqari holatda. Bolasi mana emgandan tashqari holatda 10 litrga sinab olaveradi aka. Biz 10 dan oshirib beryaptimi? Biz oxirida sinab beraveramiz. O'sha qiziqqanlar bo'lsa kelib, mana shu xonadonimizda sinab berishimiz mumkin. Endi boshqalar qanaqa vaqadi bilmayman. Men o'zim oxirimda sinab beraveraman. Qiziqqanlar. Masalan, hozir mana 10 ta sut beradi deyapsiz, garantiya beryapsiz. Bir sag'ishga 5 litrdan. Xo'p. 2 mahaliga 10 litr. 10 litrdan. Qarang aka, nima berib boqyapti shunda? Nima yesa shuncha sut beryapti. Qana ratsion ham aytib ketingchi? 2 mahal u nima edi? Silos edi. Kunduzda обязательно yetalanadi. Tolada baqiladi. Tashqariga olib chiqiladi bular. Kunjara makkani uni bug'doyni uni beriladi. Mana shu bilan 10 litr beryapti. Sutlari qanaqa yog'lilari? Yog'lilik aka? Yog'lilari normalniy. Yaxshimi suti? Mana endi nima desa bo'ladi? Sog'ish imkoniyati bo'lganda aytdik buni sog'ib berardik, lekin mana o'zi boryapti, 5 tushov mol deyapti, 5 tushov garantiya berasiz aka. Bemalol mana teskari qarab ham borib nima qilinaveradi, hech qanaqa oyoq ko'tarmaydi. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin mana. Oyoq ko'targanda hali hurkilmaydi, u nima qilib turasiz deydi. Prosta yana bir ko'rsatib qo'ying aka. Prosta mana do'stlar. Mendan hurkiyapti. Mana. Bo'ldi, gap yo'q aka mana. Bo'ldi, ko'rishlari mumkin, sifatlari, sog'lomliklari joyida, yeb ichish ro'zg'origa bir hafta garantiyasini berasiz aka? Beramiz. Xo'p, mana bolasi xunojin, bo'ylarini aytib ketdik. Xo'p, sog'lom, ishtahalari yaxshi, yeb ichib turgan mana xonadonni, dehqon xonadonidan xo'p ko'rsatdik. Qolgan ma'lumotlarni endi telefon qilsalaring do'stlar, akamizga bog'lansalaring ma'lumotlarni beradi. Xo'p, aka nima deymiz narxini endi buni? Narxini qara demaymiz, shu 38 deymiz, kami bor. 38 million? Kami. Baland emasmi aka narxi? Bo'pti, 37. 37 million narx aytyapti. Endi do'stlar, dehqon bilasizlar, baland aytaveradi.
balat aytgan narxga sota olmaydi, arzon beradi balat aytib. Shuning uchun akamiz to'g'risi bozorga ham chiqmadim men deyapti. Anchadan beri ishda ishlaydi ekan, bozorga chiqqanim yo'q. Mendan so'rayapti, narxini qanaqa bo'lyapti. Endi men ham yoki qimmat aytib qo'ymang yoki men aytsam arzon aytib qo'yib, arzonga sotib qo'ymang deb akamizga shunaqa to'g'ri maslahatni berdim. Akalar telefon qilib bog'lanib, nima desa bo'ladi? Pulini kelishaverasizlar. Aytilgan narxi muhim emas, asosiysi telefon qilib bog'laninglar. Tushib berasiz aka aytgan narxini. Tushib beramiz, kami bor. Xo'p, kamlari bor mana bemalol telefon qilib bog'lansalaring, bitta ro'zg'orni bemalol tebratar ekan do'stlar. Xudo xolasa oshini, buni sutlarni yana olib beringlar. Do'kon bo'lsa yoki mahalla ko'yga sotsalaring ham mana tirikchiliklaring ham chiqib turaveradi. O'zi sigir boqadiganlar do'stlar buni juda yaxshi biladi mana. Sifatlari o'zimizni jaydari mesni sigir ekan mana do'stlar. Oldilaridan ham mana bu yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Hurkaroq ekan. Ma jonivor. Mana. Sekin-sekin endi olib borganda o'zlaringga moslab olasiz. Mana bolachasi ham do'stlar. Qanaqa go'zal holatni qaranglar. Uni qaranglar, turishini qaranglar mana. Mana bolasi ham o'zimiz jaydari mesni umrochin mana. Aka, telefon nomerini og'zaki akam aytib beramiz, a? 99lik 933 86 66. Xo'p, mana og'zaki akam aytib qo'ydik. Mana shu pastda raqamlarni ham qo'yib ketamiz, do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'p video qilmadik, sababi buni oshcha maqtash keragi yo'q. Dehqon xonadon turibdi. Xo'p, bir yetalab ko'rsatib qo'yamizmi aka? Bir pauza qilib turamiz do'stlar endi. Xo'p, mana do'stlar, yetalavering aka. Mana ko'rishlari mumkin mana. Mana sifatlarini. Bolasi ham yuradimi endi? Mana kirib oldi. Voy, malades. Ko'rishlari mumkin do'stlar. Holatlar. Bu yoqqa bir qaytarib qo'yasizmi aka? Yurishlarini. Endi nima desa bo'ladi, hali oyoq qo'llarini bari yurganda ko'rishlari mumkin. Cho'loq emas, boshqa emas, bolasi qolib ketdi naradi. Mana. Ashiga boylab turing aka, bolasini olib kelib qo'yasiz. Mana. Bemalol yosh bola ham yetalasa bo'laveradi. Usmaydi aka bu? Yo'q. Mana. Suzmaydi ekan do'stlar. Yosh bola ham bemalol yetalab, dolali joylaring bo'lsa, sharoitlaring bo'lsa, yetalab yurib boqsa bo'laveradigan yuvosh esli sigir ekan do'stlar. Mana shoqotoyni olib kelyapmiz. Sekin. Chiq. O enasini ko'rsin-da ketaveradi. Xo'p. Yetalanmagan tashqariga arg'amcha tuyulmagan shekilli bular, ha? Baylanmaganda buni. Yurgizavering. Qo'yvarinchi ketaveramik o'zi. Qo'yvarinchi. Bo'l, qo'yvaring. Ketdi. Do'stlar mana. Ko'rishlari mumkin, sog'lomliklarini ham. O'zini radnoy bolasi. Xo'p, nimaga ustlar loy desalaring do'stlar? Mana shu joyda, mana shu uzum tagiga jinda o'g'it solgan ekan, shu yerga tushib ketdi mana do'stlar. Shuning uchun to'g'risini aytib qo'yish kerak. O'zi pokiza holatda edi ekan. Shuni hisobiga jinda ana qo'yib qoldi, axlat to'p qoldi ustlari. Lekin yuvib, pardozlab qo'yadi, xudo xolasa ertagacha, kechalari mana nasib bo'lsa. Xo'p. Ko'rasizlar xudo xolasa. Xo'p, Lakasa manzillarini boshida aytib qo'ydik, yana bir eslatib qo'yamiz. Aka o'zingiz ham aytib qo'ying. Andijon viloyati, Andijon tumani. Andijon tuman, Yangi To'lqin mahalla, Sharshara ko'cha. Misol telefon qilib bog'lansa, Lakasa manzillarni tashlab berasiz aka. Xo'p, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar, do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar. Videodan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysalar, xursand bo'lardik.